Birleşken Devletler Teşkilatı'nın İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuku Komiteti'nin 73. növbetlik yığını 2. ayının 14. günü Cenevada başlandı. Bu qitimqi yığında Xitoy hukumatining xalqaro ahdinomalarga rioya qilish masalasi ko'zdan kechirilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultayini o'z ichiga olgan bir qism xalqaro kishilik huquq tashkilotlarimi bu yig'inga ko'zatchi sifatida qatnashdi. 15 fevral Xitoy hukumati Birleşken Devletler Teşkilatı'nın İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuku Komiteti tarafidan savol so'roqlarga tortilayotgan daqiqalarda Dunyo Uyg'ur qurultayining o'rinlashtirishi bilan dunyoning har qaysi allaridan kelgan Uyg'urlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevadagi Wilson markaziy binosining oldiga to'planib, namoyish va axborot e'lon qilish orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga bo'lgan g'azab nafratini namoyon qildi. Xitoyning atalmış millatlararo uyg'unish tashviqoti davomlashayotgan bo'lib, ham rag'batlantirish, ham tahdid silib majburlash vositalari teng qo'llanilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi yaqinda maxsus bu vaqtda doklad e'lon qilgan edi. Dokladga qaraganda Uyg'ur rayonidagi har darajalik yerlik hukumatlar Uyg'ur erlarini har xil bahona sabablarni tepib lagerlarga qamagan yoki majburiy emgak kuchi sifatida boshqa joylarga yo'tkagan. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'ur qiz ayollarini Xitoy erlar bilan to'y qilishga qistab, buni siyosat sifatida kuchab tashviq qilgan. Xitoy hukumat organlari Xitoy erlar bilan to'y qilgan Uyg'ur ayollarining naq pul bilan mukofotlanish, turalg'i bilan ta'minlanish, ma'rif to'liqlamasi ilish, xizmat va davolanish kafolatiga erishish qatorliq siyosatlardan bahramand bo'lganligini aytgan. Agar Xitoy erlari to'y qilishni talab qilgan qizlar yoki qizlarning oilasidagilar to'y qilishni rad qilsa, jazo lageriga kiradiganligi to'g'risida tahdid so'lingan. Mazkur dokladda bu xil siyosat Uyg'urlarni Xitoy jamiyatiga singdirishni maqsad qilgan bir taktika deb ko'rsatilgan. Avstraliyada bexatarlik andisi sababidan Xitoy texnik şirketlari ishlab chiqargan barliq kamera va ichki aloqa sistemasi Federatsiya parlament a'zolarining ishxonasidan chiqarib etilishga boshlandi. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, Moliya ministrligining amaldori Xitoy texnik şirketlari Haikang Shiwi va Dahua tarafidan ishlab chiqarilgan bexatar kamerasi o'rnatilgan 65 ishxona borligini aytgan. Bexatarlik masalasi sababidan kameralarning elib etishiga boshlanganligini bayon qilgan doiralar 45 ishxonaga o'rnatilgan bexatarlik kamerasining ichki aloqa sistemasi bilan birlikda elib etilganligini bildirdi. Avstraliya Davlat Mudofaa Ministrligi 9 fevral Xitoy texnik şirketlari ishlab chiqargan barliq kameralarning bexatarlik andisi sababidan binolardan chiqarib etilganligini e'lon qilgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Binbinning aytishicha, o'tgan yil maydan boshlab Amerikaning yuksak egizlikdagi sharlari Xitoyning ruxsatisiz Sharq Turkiston, Tibet va Xitoyning boshqa joylarida 10 qitimdan ortiq uçgan. Wang yana Yaponiyaning havo bo'shlig'ida bayqalgan noma'lum uchar jismning Xitoyning shari bo'lishi mumkinligini rad qilib, Yaponiyani Amerikaning bu yo'lda mangmasligiga ogohlantirgan. Kahramanmaraşda 2 qitim yer tavrash yuz berib, Turkiyani qattiq zilzilaga keltirdi. Turkiyaning azobli kunlarida qarindoshlik qo'lini uzatgan turk davlatlaridan boshqa, Turkiyaning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkiston xalqi safarbarlik orqali yer tavrashda qazo qilganlarning yorlariga malham bo'lishga tirishmoqda. Ma'lum bo'lishicha, hozirga qadar ixlos va samimiylik bilan yer tavrash rayonida ishlayotgan 500 dan ko'p Uyg'ur bor ekan.